Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi Yoshlar nigohi dasturida biz dolzarb va hayotiy masalani muhokama qilamiz. Boylik bu faqat moddiy mablag' va mol-mulkmi yoki bilim hamda tafakkur orqali yaratiladigan qiymatmi? Ushbu mavzu yuzasidan mehmonimiz Madina bilan fikr almashamiz. Madina, dasturimizga xush kelibsiz. Salom, taklifingiz uchun rahmat. Bu mavzu har bir insonning qarashini o'zgartirishi mumkin. Ko'pchilik boylikni qimmat uylar, avtomobillar va katta mablag'lar bilan o'lchaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar boylikning asl manbai insonning tafakkuri va bilimida deb ta'kidlashadi. Shu fikrga munosabatingiz qanday? To'g'ri, masalan, cheklangan resurslar bilan ham aqlli inson o'z hayotini yaxshilash imkoniyatini topadi. Shu bois moddiy boylikni nazarda tutishdan oldin bilim va tafakkur asosini tushunish zarur. Demak, moddiy boylik masalasiga chuqurroq yondashsak, sizningcha pul va mol-mulkning o'zi inson hayotida barqarorlikni ta'minlash uchun yetarlimi? Lekin faqat mol-mulk bilan barqarorlikni saqlash qiyin. Pulni to'g'ri boshqarish, investitsiya qilish va resurslarni oqilona ishlatish bilim va tafakkurga bog'liq. Shu sababli moddiy boylikni faqat pulga bog'lab qo'yish xato bo'ladi. Shunday ekan, ayrimlar bilim va tafakkurni mustaqil boylik manbai sifatida baholashadi. Bu borada siz qanday fikrdasiz? Ha, va shuni unutmaslik kerakki, moddiy va intellektual boylik bir-birini to'ldiradi. Faqat birini rivojlantirish yetarli emas. Haqiqiy barqaror boylik bu mablag'ni oqilona ishlatish va tafakkurning kengayishidan keladigan natija. Tinglovchilar, bugungi suhbatdan shuni xulosa qilish mumkinki, boylikni faqat pul bilan o'lchash noto'g'ri. Bilim va tafakkur insonning eng mustahkam boyligi. Shu bilan birga, moliyaviy resurslarni to'g'ri boshqarish imkoniyatlarini qo'shsangiz, barqaror va mustahkam boylik hosil qilasiz. Sizningcha odamlar o'z bilim va tafakkurini rivojlantirsalar, bu ularning moddiy holatiga qanchalik ta'sir qiladi? Ha, shuningdek, har bir inson o'z tafakkurini kengaytirib, yangi bilimlar orqali hayotini va moliyaviy holatini yaxshilashi mumkin. Boylik bu faqat moddiy narsalar emas, balki ong, qaror qabul qilish qobiliyati va shaxsiy rivojlanishning uyg'unligidir. Rahmat, Madina. Tinglovchilar, umid qilamanki, bu suhbat sizni o'ylantirdi va ilhomlantirdi. Sizningcha, boylikni yaratishda eng muhim element nima? Bilim, tafakkur yoki moliyaviy resurslar? Har uchalasi ham muhimdir. Bilim va tafakkur sizga yo'l ko'rsatadi. Moliyaviy resurslar esa imkoniyat yaratadi. Ularni uyg'unlashtira olsangiz, haqiqiy barqaror boylik hosil bo'ladi. Madina, yana bir bor rahmat. Tinglovchilar, bugungi suhbatdan keyin bir savolni o'zingizga bering. Siz boylik orttirishni pul yig'ishdan boshlaysizmi yoki tafakkuringizni kengaytirishdan? Shu savol bilan sizni o'yga toldiramiz. Bu Yoshlar nigohi dasturi edi. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.